Assalomu alaykum. Davom etamiz yana Ustonovkalarda. Bugungi adresimizga olib kelgan mebellarimizni ham tamomlab oldik. Bugungi adresimiz Samarqand Jartepa tomonga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz shkafdan boshlaydigan bo'lsak, shkafimiz razmeri 270, balandligi 217, 220 atrofida bo'ladi. Fasad qismi indif, korpus qismi laminatdan yasalgan. Endi mana ichki ko'rinishini ko'rsatib o'tirmaymiz, sababi ichki ko'rinishi klient xohishi. Endi ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu tomon uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan. Razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun. Eshiklari 100% vakuumda. O'rtalari polka. Mana bu qismi razmeri kaltaroq kiyimlar uchun mo'ljallab ikkiga bo'lingan. Aytib o'tganimizdek, eshiklari 100% vakuumda. Mebel rangida tanlov bor. Mana bu oq matviy bo'lsa, buni qaymoq ranglari ham bor, kumush rangi bor, tilla rangi bor. Rangida 5-6 xilgacha tanlov bor. Endi divanga keladigan bo'lsak, divan 210 ga 170 matras razmeri, klient xohishiga qarab matras ham qo'yib bera olamiz bemalol. Hozirgi holatda parallel. Xo'sh, parallel ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, stolchigining usti bor. Stolchigining usti parallel deb ataladi. Mana bunday holatda bo'ladi. Rangi boshqacha faqat. Tombalari o'rta holatda. Mana bu bosh qismining rangini ham o'zgartirsa bo'ladi. Klient xohishi. Kimdir pardamga uyum rangiga tushunsa, uni ham rangini o'zgartirib bera olamiz. Tremosga keladigan bo'lsak, 145 razmeri, balandligi 190. Ichlarida polkalari bor variantda. Tortma sig'im ham ancha keng ishlangan. Buni ham eshiklari 100% vakuumda. Bizning adres Jizzax shahar, biz bilan bog'lanib bemalol aloqaga chiqib zakaz berishingiz mumkin. Mebel to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Sexni o'ziga borib ham tanlab bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, olib kelgan mebellarimizni tamomlab bo'ldik. Aytib o'tganimizdek, Samarqand shahar Motortga olib kelganmiz, yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. O'zi bu eng ko'p sotiladigan mebellarimizdan bittasi. Xo'sh, shkafdan boshlaydigan bo'lsak, shkafimiz 270, balandligi 217. Fasad qismi indif, korpus qismi laminatdan yasalgan. Mana bu tomon razmeri nisbatan kaltaroq, ya'ni custom razmerdagi kiyimlar ko'proq to'g'ri keladigan qilib yasalgan. 2 qavat bemalol taxlab qo'ysa bo'ladi. O'rta qismi polka, xohlovchilar uchun nima deydi, ikkita qismini polka o'rtasini yashirga ham qilib bera olamiz bemalol. O'rta qismlari polkada, eshiklari 100% vakuumda. Mana bu tomon razmeri uzunroq, nisbatan uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun nima deydi, bu tomon kelin tomon, bu tomon kuyov tomon desa ham bo'ladi. Xohlovchilar uchun o'rta qismiga menga oyna kerakmas degan klientlarga 6 ta eshik ham qilib bera olamiz. Rangi qaymoq jemshuk bo'lgan rangida 3-4 xilgacha tanlov bor. Divan 210 ga 170 matras razmer. Xohlovchilar uchun matras ham qo'yib beramiz. Bu parallel bo'lgan, mana stolchikning ustida o'xshagan 4-5 sm mashamka bo'ladi. Matras bo'ladigan bo'lsa, ortopediskiy matras $100 gacha raznica qiladi. Tremosi 150, balandligi 190. Ikki tomonda polkalari bor variantda. Ko'plarda bo'lmaydi bu narsa. Bu ham 100% vakuumda. Tortma sig'im ancha keng ishlangan. Aytib o'tganimizdek, fasad, mana bu fasad oldi qism indifdan, yonbosh qism laminat, rossiyskiy laminatdan yasalgan. Xo'sh, zakaz uchun bemalol bizga bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Zakaz olingandan keyin 2-3 kun davomida mebel olib borib o'rnatib beriladi. 150 km aytilgan narx ichida bo'ladi, qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Xo'sh, mebelimizni ham tugallab bo'ldik. Aytib o'tganimizdek, bugungi adresimiz Samarqand, Urgutga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Xo'sh, endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Shkafimiz kvadrat shaklda 240 ga 240 qilib yasalgan. Ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, klient xohishi. Klient qanaqa ichki holatini yoqtirsa, o'shanaqa qilib yasab bera olamiz. Mana bu aytib o'tganimizdek razmeri kaltaroq kiyimlar uchun mo'ljallangan, nima deydi, razmeri uzun bo'lsa mangasa, uni ham bemalol yasab bera olamiz. Eshiklari 100% vakuumda. Ruchkalarga e'tibor beramiz. Ruchkalar ancha katta ishlangan ruchkalar ham. O'rta holatda polka. Mana bu tepa qismini yavlit katta narsa qo'yishga mo'ljallangan. Ichi yavlit, ichkarida polkasi yo'q. Sabab razmeri katta kiyimlar shunga o'xshagan narsalar qo'yish uchun mo'ljallangan. Bu ham 100% vakuumda. Hamma narsa vakuumda. Tortmasi, eshiklari hammasi vakuumda. Tremosga keladigan bo'lsak, razmeri 120, balandligi 185. Hozir bitta tremo, bitta shkaf hamda nima deydi, buni bir oyoq kiyim qo'yadigan desa ham bo'ladi. Komod vazifasida bajarsa ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Davom etamiz yana Ustonovkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab topshirib bo'ldik egalariga. Bugungi adresimiz
Samarqand bilan Qarshini chegarasiga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi bu mebelimizdan ko'p terilgan. Buni ko'rsatishdan maqsad bu qaymoq. Qaymoq jimshuk bo'lgan. Bu aslida o'zi oq jimshuk. Hozir qaymoq jimshuk bo'lgan holatda. Shkafiga keladigan bo'lsak 270 razmeri. Mana bu ichki holati. Razmeri uzun kiyimlar uchun. Mana bu olinadigan bo'lsa, sabab mana bu razmerga tiqilib qoladigan, kalta bo'ladigan bo'lsa, olib uzun qilib foydalansa ham bo'ladi. Eshiklar 100% vakuumda. Mebelimiz fasad qismi endif, korpus qismi laminatdan. Mana bu oldi qismi endif, mana bu qismi laminatdan yasalgan. O'rtalari polka. Ichlari ancha keng ishlangan, kiyim qo'ygan paytda siqilib qolmaydi. Endi mana bu tomon ikkiga bo'lingan, razmeri kaltaroq, kastam shunga o'xshagan razmerdagi kiyimlar uchun mo'ljallangan. Aytib o'tganimizdek, eshiklari 100% vakuumda. Trimosiga keladigan bo'lsak, trimomizni ichki holati mana bu o'rtasida polkalari ko'plarda bo'lmaydi, polkalari bor variantda bu. Tortmalarga keladigan bo'lsak, tortmalar ancha keng ishlangan. Mana bu ichki holati. Tortmalari vakuumda emas, xohlovchilar uchun vakuumda ham qilib bera olamiz. Eshiklar vakuumda. Buni ham. Endi divanga keladigan bo'lsak, divan 210 ga 170 matras razmeri bo'lgan. Mana bu holati, hozirgi holati parallel. Tul 5 sm mashalka. Endi adashtirmaymiz matras bilan mashalkani. Mashalka mana bu narsa. Stolchani ustidagi mana bu narsa parallel mashalka deb ataladi. Hozir mana shuni o'zida bo'lgan divanning ustki qismi ham xohlovchilar uchun matras qo'yib beramiz. Matrasimiz narxiga keladigan bo'lsak $100 gacha razniya qiladi. Divanning bosh tomonida mana bu materialning bosh tomonida hozir mana bu pinadan bo'lgan xohlovchilar uchun mashalka, displey, buni turi ko'p. Xohlagandek qilib yasab bera olamiz. Sandiq o'zining komplekti. Bu kichkinasi, buni ikkita kattasi ham bor. Xohlovchilar uchun komplekt ichida bo'ladi. Sandiq, 3 ta sandiq, servant ham bor. Shuni o'zidan servant ham bor. Xohlovchilar uchun servant ham qilib bera olamiz. Komplekt hammasi bittada. Nima deydi? Sandiq, servant, yotoqxona mebeli. Endi mebelning rangida tanlovlar bor. Rangi hozir qaymoq. Xohlovchilar uchun kumush, oq ranglari ham bor. Assalomu alaykum. Davom etamiz yana Usmonov qiladi. Bugun adresga olib kelgan mebellarimizni tamomlab klientlarimizga topshirib bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand shaharining o'ziga yotoqxona to'plamini olib kelganmiz. Endi qisqa aytib o'tishga, razmerlar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Shkafdan keladigan bo'lsak, shkafimiz 270, balandligi 217. Fasad qismi endif, korpus qismi laminatdan yasalgan. Mana bu tomon razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun, o'rta qismi polka. Chetki qismlari ikkiga bo'lingan razmeri kaltaroq kiyimlar uchun. Eshiklari 100% vakuumda. Divanga keladigan bo'lsak 210 ga 170 matras razmeri. Mana bu ustidagi parallel matras emas. Agar matras bo'lsa $100 gacha raznisasi bo'ladi. Parallel nima? Parallel mana bu narsa parallel deyiladi. Adashmaymiz, mana stolchik ustida bor. Ustida 4 cm mashalkasi bor. Displey parallel deyiladi. Divan usti ham xuddi shu narsani o'zi joylashtirilgan. Matras xohlovchilarga matras ham qilib beramiz. Rangida tanlov bor, bosh qismini rangida tanlovlar bor. Nafaqat bosh qismi, balki mebelning rangida ham tanlov bor. Mokriy, mana bu oq matvi, oq glansi ham qilib bera olamiz. Buni mokriy, kumush tilla ranglari mavjud. Trimomiz 145 razmeri, balandligi 185, 190. Assalomu alaykum. Davom etamiz Usmonov qiladi. Bugungi adresimiz Xudo xolasa Samarqand Bulung'ur shahriga olib kelib o'rnatib berdik. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mana bu zagotovka bo'lmagan, o'shaning uchun shogird ushlab turibdi buni. Mana bunda svetliklar bor degan maqsadda yoqib ko'rsatyapmiz. Rangi ucho'linadi. Endi mebel haqida qisqa aytib o'tishga, tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Mebel materialiga keladigan bo'lsak 100% laminat, rossiyskiy laminatdan yasalgan. Yotoqxona to'plamiga nimalar kiradi? Divan, komod, shkaf, trimo, ikkita tumbasi hamda bitta stolchka. Oyoq uchida sofalar bor variantda ishlangan. Xohlovchilar uchun nima deydi, narxni arzonlashtirish maqsadida sofa komodlarni ham narxini hisoblab chiqarsa bo'ladi. Endi divan 210 ga 170 matras razmer. Mana bu ustidagi matras artifический $100 lik matras 3 yilgacha garantiyasi bo'ladi. Tumbalari ancha katta ishlangan. Vakuumda. Soatli svetilnik. Moshi zamish. Mana bu yuvsa bo'ladigan. Endi shkafga keladigan bo'lsak, shkaf razmeri klient xohishiga qarab, xohlovchilar uchun patologgacha uy razmeriga ham qilib bera olamiz. Komod ham ancha katta ishlangan komod. Mana bu razmer 90, balandligi 130, 140 chamasida. Xo'sh, shkafga keladigan bo'lsak, shkafni ichki holati klient xohishiga qarab bemalol ichki holatini o'zgartirsa bo'ladi. Eshiklar rolik va damas eshik ochiladigan bo'lgan. Xo'sh, tortmalarga keladigan bo'lsak, tortmalari vakuumda. Endi bu mebelni rangida ham 20 xildan ziyod tanlovlar bor. Rangi ham klient xohishi bilan yoqmasa boshqa rangda qilib beringsa farqi yo'q, qilib bera olamiz bemalol.
Xo'sh, bizning adres Jizzax shahar biz bilan bog'lanish uchun 95 226 04 raqamlariga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Mebel 150 km dastlabki uстановкасы ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda olib borib o'rnatib beriladi. Pastda Telegram adresini ham kiritib qo'yamiz. Telegram orqali ham zakaz berishingiz mumkin. Sabab bizni chetdan ko'radigan nima deydi obunachilarimiz bor. Ularga Telegram orqali Telegramdan bemalol zakaz qilsangiz ham bo'ladi. Boshidan bir 500 ming so'm, 600 ming so'm zakat bersangiz, qolganini uyingizga o'rnatib bo'lgandan keyin ham to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelmaylarimizni ham yakunlab oldik. Bugungi adresimiz Samarqand, To'yloq tomon Davlatobod mahallasiga olib kelamiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebel haqida qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz fasad qismi, ya'ni fasad qismi mana bu qism. Fasad qismi indip, korpus qismi mana bu. Laminatdan yasalgan. Rangiga keladigan bo'lsak, qaymoq jimshuk bo'lgan rangida 2-3 xilgacha tanlovlar bor. Mana bu o'rta qismi o'zi aslida rangli bo'ladi. Klient xohishiga qarab 100% oynali qilib berdik. Divan 2.10 ga 170 matras razmer. Matras $100 artefaktiv matras bo'ladi. 3 yilgacha garantiya bo'ladi matrasida. Divan qosh tomoniga keladigan bo'lsak, moshi zamish, ya'ni yuvsa bo'ladigan material. Bu ham nima deydi, rangida tanlov bor. Tremosga keladigan bo'lsak, tremos juda katta ishlangan. E'tibor beramiz. Ichki holatida polkalar bor o'rnatdi, vakuumda eshiklari vakuumda. Mana. Umumiy holati. Xo'sh, zakaz uchun biz bilan bog'lanib bemalol. Assalomu alaykum, davom etamiz yana ustamiz qiladi. Bizning adresga olib kelganlarimiz ham deyarli tugallab bo'ldik. Bugungi adresimiz Qashqadaryo Ko'son shahriga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebelimiz haqida qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Shkafidan boshlasak, shkafimiz 250, balandligi 220. Ruchkalarga e'tibor beramiz. Ancha katta ishlangan ruchkalar ham. Razmeri katta bo'lgan ruchkalar qo'yilgan. Mana bu tomon uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan. Eshiklari 100% vakuumda, e'tibor beramiz. Oynalarga e'tibor beramiz. Mana bunday palaskalar tushirilgan oynalarga. Ruchkasi, bu oynani ruchkasi o'zi shunaqa bo'ladi, mana bunday shaklda. O'rtasi polka, kiyim taxlash uchun. Mana bu chetki qismi razmeri kalta, custom, shim o'xshagan razmerdagi kiyimlar uchun mo'ljallangan. O'rtadan bo'lingan. Agar xohlovchilar bo'lmasa yoki uzun bo'lsin desa ham qilib bera olamiz. Endi shkafimiz razmeri 250 razmer, yomosh razmeri 50 cm. Balandligi 220, xohlovchilar uchun patologgacha ham, uyda to'liq razmerga ham yasab beraveramiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Shuning uchun aytgan razmeringizda qilib bera olamiz. Endi divanga keladigan bo'lsak, 210 ga 170 matras razmer. Matraslar $100 artefaktiv matras bo'ladi. Mana bu divan qo'sh tomonida tanlov bor, rangida tanlov bor. 20 xildan ziyod rangida tanlovlar bor. Tombalarga e'tibor beramiz. Mana bu yerga silkinishga qo'yilgan. Mana bu umumiy holati. Endi kimgadir mana bu kerak emas desa ham bemalol olib tashaveramiz. Oyoq uchida sofalar bor. Mana bu ichki holati. Oyoqchalarga e'tibor beramiz. Tremosi ham nima deydi? Klient xohishi razmeri kattaroq bo'lsa kattaroq, kichikroq bo'lsa kichikroq qilib yasaveramiz. Mana bu yerda silkinchalari bor. Endi e'tibor beramiz tortmalariga. Tortmalari toshlar kiramiz aytadi, davchlik. O'sha mexanizmli davch o'zi tortib ketadiganidan. Tremosi, eshikchasi, bu ham vakuumli. Rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Mebelni rangida 20 xildan ziyod tanlov bor. Assalomu alaykum, davom etamiz yana ustanovkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni ham tugallab bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand shahar Loy shaharchasiga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebel haqida qisqa qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mebelimiz 100% laminatdan yasalgan materiali. Tremos 140. Eshikchalari vakuumda, tortma qismi ham vakuumda. Mana bu yerda mana bunday svetlikchalar bor. Bu ishda tumbasida ham bor. Endi shkafga keladigan bo'lsak, mana bu tomon razmeri kaltaroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Razmeri kaltaroq nima deydi? Custom razmeridagi mebellar uchun. Kiyimlar uchun. Mana bu qismida polka, narigi qismi uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan. Mana bunday oyoq uchida sofalar bor. Ichki qismi. Divanga keladigan bo'lsak, 210 ga 170 matras razmer. Matrasi artefaktiv $100 matras. Mana bu bosh qismida rangida pardamga tushsin desangiz tanlovlar bor. Mana tumbasda svetlikchalar bor variantda. Mebel 150 km dastlabki uстановка ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Davom etamiz yana. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi mebellarimizni ham klientimizga topshirib oldik. Bugungi adresimiz G'allaorol shahri, Jizzaxning G'allaorol shahriga bo'lgan. Endi mebelimizga qisqa to'xtalib o'tsak, tombalari o'rta holatda, doskalari 2 qavatda, mana bu yerda svetlinkchalari bor variantda. Endi materialga keladigan bo'lsak, mebel materiali 100% laminatdan. Tremosi 140, balandligi 2 metr ziyod. Shkaf mana shu holatda 250. Rangida tanlov bilan o'rtada nimadir qo'yib qo'ysa bo'ladigan polkachalar bor. Tortmalari 100% vakuumda.
sifatlari juda ham a'lo darajada qilingan mebelimizni mana bu ichki holati e'tibor beramiz. Razmeri kaltaroq bo'lgan kiyimlar uchun eshiklar vakuumda, o'rta qismi polka. Bu ham nima deydi, mebelni bemalol ichki holatini ham klient xohishiga qarab o'zgartirib bera olamiz. Boshladik. Assalomu alaykum. Yana bir hammaga Jizzax mebellar jamoasi yana bir to'sqin gujarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzil Samarqand viloyati Pastarg'om tumanida biz xudo xolasa. Voy, xonani remontini qarang. Oxirgi o'simdagi lyustra, patologlarga ishlaydigan. Bir gap aytaymi? Xudo xolasa hamma narsa tayyor, faqat bitta kelin endi to'y qoldi ya'ni. Xo'p, davom etamiz. Mana bu son gujarlarni yakuniga yetkazib oldik. Ana endi sizga shkafni, spalni hammasini a'zo qilamiz. Akam, siz oldiga o'tasiz. Xo'p, shkafdan boshlaymiz. Shkafning uzunasiga 2,5 metr bo'ladi. Mana turishini qarang, buni kattaligini. Akam, oching eshigini buni. Xo'p, o'rtalari kiyim taxlashga bo'ladi. Xuddi mana shunday holatda. Ana qarang, ishlarni oshiq-moshiqlari 4 tadan bo'ladi. 1, 2, 3, 4 ta. Akam yoping eshikda. Qo'yib yuboring, o'zi yopiladi mana. Ketdi. Vakuumni, ya'ni Toshkentlik akalarimiz aytgandek, davchikli narsadan bo'ladi. Endi qarang, mana bizlar qo'lda charxlangan bo'ladi. Qo'lda kesib bitmaydigan variantdan yonlariga mana bunday palasa tushirilgan. Mebelimiz rosa ham ko'rkini ochib turibdi. Xo'p, buni rangi kapuchino rang bo'ladi. Korpus qismimiz oq rang bo'ladi, ya'ni qaymoq svet. Ana sizga ichlari. Ichlari ham anchagina kenggina qilib ishlangan. Past oyoq kiyim tanlash uchun polka отдельно bor, tipada shapkalar qo'yish uchun polka bor, vishilkamiz bor. Yoping buni ham ishini, buni ham ishi davchikli bo'ladi. Hammasi davchikdan ishlangan. Mebelda hamma narsasi idealni, ya'ni original narsadan ishlatilgan. Ruchkani ko'rdingizmi? Ruchka ham temirdan. Ikkita taraf bir xil, vaqtlaring olmagan holatda bitta taraf ko'rsatamiz. Akam tremon aylantiring, tremoni. Xo'p, tremosini qarang mana. Mana shunaqa aylanadiganlik. Mana buni ichini bitta. Ochasizda mana ichiga xudo xolasa dollar bo'ladi. Yashirib qo'yaveradi deb qutulib ketaverasiz xolasa. Aylantiring buni. Ana shunday qilib aylantirsangiz ham bemalol bo'ladi. Tremomiz uzunasiga 1.30 aka. Tremon uzunasiga bitta chamasi 1.30 bo'ladi, balandligiga 1.80 bo'ladi. Ana ko'rdingiz. Endi bu tarafini ko'rsatamiz. Bu taraflar tortmacha bo'ladi, mana shunday holatda. Tortmachalar ham mana davchikli. Ana sizga. Balandligini ko'rdingiz, mana bu tarafda qaranglar. Svetelnigi bor. Svetelning 220 ga o'zlari ulashadi, xudo xolasa. Keyin svetelnigi ham yonib beradi. Spalnisiga o'tamiz. Spalnisi standart bo'ladi 210 ga 170 matrasli razmer. Ana bu sizga oyoq uchida sofasi ham bor. Ko'ring, ikkita xona qilib bemalol ishlatishaveradi nasib bo'lsa. Mana bu usti ham moyishnik bo'ladi. Bemalol kirib qolsa, bemalol xudo xolasa yuzsiz ham bo'laveradi. Spalnisini ko'rsataylik. Spalnisi ortopedический bo'ladi. Ana sizga bosh tomoni. Bir gap aytaman sizga, bosh tomonini xohlagan fasonda tanlaysiz bo'ladi. Endi uydagilarga mana shu narsa ma'qul bo'lgan ekan, mana shunday qilish. Emasam buni o'zingiz uchun xohlaganingiz bor, biz sizga katalog tashlab beramiz. Bemalol ko'raverasiz. Tumbichkasini ko'rasizmi? Tumbichkasi ikkita bo'ladi. Endi yoqishni hozir bizda sharoit yo'q to'g'risi. Xo'p, yoqilgan videosi bo'lsa, uni ham qilib qo'yib qo'yamiz. Bu akam bir yoqib, ular tekshirib ko'rurlar. Mana sizga tumbichkalari. Xo'sh, mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda telefon nomeri qoldirilgan, adresimiz Jizzax shahrida bo'ladi. Ishlab chiqarishdan birinchi qo'ldan olsangiz bo'laveradi, xudo xolasa. Aldov yo'q. Qanchagacha? 150 kilometrgacha, 150 kilometrgacha xudo xolasa dastavka ustonovka xizmatlari mutlaqo bepul. Pastda telefon nomeri qoldirilgan, o'shanga aloqaga chiqasizlar. Zakaz qilganlardan keyin 3 kun, 5 kun oralig'ida xudo xolasa zakazlarning o'zida bu yetib boradi. Akam ham через onlayn zakaz qilganlar, mana aytgan narsalardek xudo xolasa bo'lib turibdi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirilgan, aloqaga chiqasizlar. Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga o'tgan mebellarimizda ham terishni boshladik. Bugungi adresimiz Qashqadaryo Yetmasdan Jom degan mahallamizga o'tganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mebel o'ta. Videoga olayım da o'zim ateş qo'yaman. Niye? Niye yapıyorsun? Ateş etding? Bana ateş etsen şamla bir kadar. Market şamla bir yine şamla bir. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun adresimizga olib kelgan mebellarimizni deyarli bitkazib bo'ldik. Bugun adres Samarqand shahrining o'ziga olib kelamiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Shkafimiz salkam uyning razmeriga moslab yasalgan shkaf. Mana bu tipa qismlarini ham endi patologgacha emas, balandroq qilib yasab berdik. Mana bu ichki holati.
Endi ichki ko'rinishini aytsak, mana bu uzun kiyimlar uchun mana bu tomoni, narigi tomoni ikkiga bo'lingan, xuddi shu. Tomon ikkiga bo'lingan, bu razmeri kattaroq kiyimlar uchun. O'rta qismi polka. Mana bu o'rta qismi polka. Shkafimiz rangida tanlovlar bor. Eshiklar vakuumda. Endi divanga kelgan bo'lsak 270, 210 ga 170. Matras razmeri. Bu matrasni displey qilib yasab berdik. O'rtadan bo'linadi, o'shiladi mana bu tomoni. Tumbalari o'rta holatda, tumbalari ham. Tremosga keladigan bo'lsak to'rtta tortma, mana bu yerda eshikasi bor. 3 ta polkasi. Uyga tushgan holati mebelimizni. Bizning adres Jizzax shahar, biz bilan bog'lanib. Davom etamiz yana ustanovkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab bo'ldik. Bugungi adres Zomin, Jizzaxning Zomin shahriga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Bitkazib, tugatib bo'ldik, yakunlab bo'ldik. Ya'ni mana bu uyga umumiy tushgan holati. Uyning mana bu razmeriga shkaf qildik. Patologgacha, salkam patologgacha bo'ldi razmeri. Sababi razmeri kichikroq bo'lgani uchun mana shu tomonda o'ziga 2 qavat qilib qo'ya qoldik. Endi mebelimiz haqida qisqa qilib aytib, razmer, ranglar haqida tushuntirishga harakat qilamiz. Endi spalniyadan boshlaydigan bo'lsak, spalniya 210 ga 170 matras razmer. Klient xohishiga qarab displey ham qilib bera olamiz. Mana bu qismini. Bu matras bo'lgan. Narxi $100 matras, 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi matrasiga. Yo'q, menga narxi sal arzonroq bo'lsin deganlarga displey ham qilib bera olamiz. Endi tumbalarga keladigan bo'lsak, tumbalar o'zgacha holatda, ya'ni tortmachalik qilib yasalgan tumbalar. Mana bu ichki holat ishlar ancha keng qilib ishlangan. Xohlovchilar uchun yo'q, menga tortma, nima deydi, ishlatishimga buzilib qoladi deb aytuvchilar uchun ham eshikchalik ham qilib bera olamiz. Fasad qismi indif, mana bu qismi laminat. Korpus qismi laminat, fasad qismi 100% indifdan ishlatilgan. Rangiga keladigan bo'lsak, oq jimshuk rang. Oq jimshuk rang qilib, rangida 4-5 xilgacha tanlovlar bor. Xohlovchilar uchun boshqacha rang, tilla kumush ranglari ham bor bu rangimizni. Ikkinchisini ko'rsatib o'tmayman, sababi ikkalasi ham bir xil tumbalari. Endi tremosga keladigan bo'lsak, tremosi ikkita eshik, 3 ta tortmacha. Mana bu eshiklarning ichki holati, o'rtalarida polkalari bor variantda. Mana bu tortma. Qachon rolik, va ichki sig'im ancha keng qilib ishlangan ichki sig'im. Tremosi balandligi 185, 180, 185, 190 atrofida balandligi. Bitta stolchik qo'shimcha. Endi shkafiga keladigan bo'lsak, shkafimiz mana bu ustki qismi addinli, nima, kam ishlatiladigan kiyimlar taxlab qo'ysa bo'ladi mana ustki qismlariga. Bu ham 100% vakuumda eshiklari. Endi mana bu tomonga keladigan bo'lsak, bu tomoni ikkiga bo'lingan, mayda razmeri kattaroq bo'lgan kiyimlar uchun ikkiga bo'lingan. Xohlovchilar uchun ichini, mebelimiz ichki ko'rinishini bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Klient xohishiga qarab ichki ko'rinishi o'zgarsa bo'ladi. Mana bu o'rta holati. Polka, o'rta qismi polka, ikki tomon kiyim ilish uchun. Oynasiga qo'yilgan, oynalar charxlangan, mana bu zig qismi, chetki qismi charxlangan. Qo'l kesib ketmasligi uchun. Mana bu tomon uzun kiyimlar uchun etaydi bitta polkasi. Ichki ko'rinishi menga yoqmadi, ichki ko'rinishni o'zgartiraman desangiz ham bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu hozirda yangi chiqqan pachonlik chiqib ketmaydigan. Mana shu pachonlikdan bo'lsa chiqib ketmaydi. Mana shu. Endi mana bu kiyim sig'im razmeri 60 sm qilib berdik. Bu klient xohishi, xohlovchilar uchun 70, xohlovchilar uchun 50 sm dan ziyodiga kiyim normalniy turadi. Agar 50 sm dan qisqa bo'lsa, kiyim sig'maydi ichki holatiga. Mana bu uyga umumiy tushgan holati. Shkaf, divan hamda tremo ikkita to'milchasi bilan. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli barchasini, 3 ta mebel olib kelganmiz, yotoqxona mebeli, barchasini tugallab bo'ldik. Bugungi adres Samarqand Chilak tomonga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mana bu divan, tremosi, shkafi. Mebelda yana bir komplektini klientimiz narigi xonaga, ikkinchi o'g'illariga, mana bu xona, yana keyingi xonaga ham 3 ta mebel terib berdik. Endi qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Tremodan boshlaydigan bo'lsak, o'zgacha holatda eshiklari ichiga kirib turadigan variantda qilib yasalgan. O'rtalarida polkalari bol variant. Bu tomonda xuddi shunday, ikkala tomon bir xil. Mana bu ichki holati vakuumli qilib yasalgan. Oynalari zi charxlangan. Ichida addiniy svetinichasi bor, hali ulanmagan. Klientimiz o'zlari ulab qo'yish degan bo'lishdi. Mana bu tomonda svetiniklari bor. Tremomiz, mana bu tremomiz umumiy holati. Endi mebelimizga keladigan bo'lsak, rangi mokriy, och mokriy, ustida mana bunday stiklari bor ekan. Xohlovchilar uchun haqiqiy qop-qora mokriy ham bor. Tremosi umumiy holat. Endi tumbasiga keladigan bo'lsak, tumbas o'rta hol doskalari 2 qavat qilib ishlangan. Addiniy mana bu yerda svetiniklari ham bor. Narigi xonadagisini yoqib qo'ydik ko'rsatish uchun. Divaniga mana bu tomonga keladigan bo'lsak, qo'sh materiallarda tanlov bor. Boshqacha menga bu rang yoqmadi, boshqacha desangiz, o'shanaqa rang ham qilib bera olamiz. Matrasiga keladigan bo'lsak, matrasi Artavit, narxi $100 bo'lgan matras. Taglari, yonlari yerga tegib turadigan variantda. Mana bunday oyoq uchida sandiqchalari bor. Endi bu narsa solib qo'yishga mo'ljallangan. Mana bunday oyoqchalari. Endi shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimizning ichki holati razmeri kalta kiyimlar uchun. Mana bu tomon ikkita beshilgan, mana bu tomon, mana bu tomon.
Endi mana bu razmerga keladigan bo'lsak, 60 sm qilib yasalgan kiyim bemalol ichiga sig'adi. Razmeri uzunroq kiyimlar uchun mana bu tomon. Endi xohlovchilar uchun ichki ko'rinishini ham o'zgartirib bera olamiz bemalol. Hozirda balonchalar chiqib ketmaydigan. Mana bunday balonchalar ishlatilgan, chiqib ketmaydi. Hozir yangi chiqqan baloncha. Mebelimiz 150 kilometrgacha aytilgan narxda bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum, yana bir bor. Bugungi faoliyatimizni ham boshlab oldik. Bugungi adresimiz Samarqand, Qorasuv massividagi domlaga olib kelganmiz. Baland 16 ta domlaga. Endi mana bu xonaga shkafni terib beradigan bo'ldik. Bu shkaf klient xohishiga qarab yasab berdik shkafni. Endi xohlovchilar patologgacha ham zakaz qilsa yasab bera olamiz. Endi qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Shkafimiz hozirgi umumiy holati 270 bo'lsa, 320. Mana shu uzunligi 320. Mana bu qismi razmeri sal kattaroq bo'lgan kiyimlar uchun moslangan. Mana bu bo'shliq joyda ikkita to'g'ritmasi razmeri shim, custom shu razmerdagi kiyimlar qo'yishga mo'ljallangan. Mana bu tomon. Xohlovchilar mana bu tomon uzun bo'lsin desa, mana polkani olib uzun shilka ham qilib bera olamiz. Chetki qismida polkachalar qo'yib berdik. Bu ham klient xohishi. Endi mebelimizga keladigan bo'lsak, material 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Endi buni fasad qismini qo'yishni boshlaymiz. Nariy xonamizda bitta adinoshka divanchamiz bor, uni ham terib beramiz. Mana bu uyga tushgan umumiy holati. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mebel mana bu qismi 55 sm kiyim qo'yganda bemalol turadi. Alohida ko'rib beramiz. Shestigraning samarasi emas. 100% shestigraniga terilgan mebelimiz. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanish uchun 33 kod 279 00 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, buyurtma berishingiz hamda shu raqamning o'ziga Telegram orqali ham zakaz berishingiz mumkin. Uyni razmeriga, oxirgi patologgacha ham taqib yasab bera olamiz. Umumiy holati. Rangida 20-30 xildan ziyod tanlovlar bor. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mebelimizni tugatib bo'ldik. Mana bu fasad qismini ham ilib bo'ldik. Ichki holati, boya ko'rsatib o'tdik ichki holatini, endi aytib o'tirmaymiz. Eshiklari 100% vakuumda, ranglarida tanlovlar bor. Pastda ikkita tortmasi kimgadir yoqmasa, tortmasini olib splashnoy oyna ham qilib bera olamiz. Ruchkada ham tanlov bor. Xohlovchilar uchun uzun ruchka bor, 1 metrlik. O'shandan ham qo'yib bera olamiz. Narxida sal razницasi bo'ladi faqat. Mana bu shkafimizning umumiy holati. Rangida tanlov bor, razmerda ham tanlov bor. Endi mana bu xonaga bitta divan, bitta tumbasini terib berdik. Mana bu bosh tomonda ham bemalol rangini tanlasa bo'ladi. Ko'tariladigan bo'lgan ikkita to'rt. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab ham bo'ldik. Bugungi adres Qashqadaryoning G'uzor mahallasi, G'uzor shaharchasiga olib kelganmiz mebelimizni. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel domga terib berdik mebelimizni. Mebelimiz materialga keladigan bo'lsak 100% laminatdan yasalgan. Svetinichalar bor. Divanning qo'shlari alohida ko'rib beramiz, ranglarda tanlovlar bor. Matrasi $100 matras, tremosi o'rtacha ichki holat. Mana bu oynasining ichki qismida svetinichalar bor. Keyin klientlarimiz o'zi ular qo'yishadi, mana tagidan kabelani chiqarib qo'ydik. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz 240, klient xohishiga qarab 250, 60, 70, bu klient xohishiga qarab razmeri hamda ichki ko'rinishlarini o'zgartirib bera olamiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Mana bu hozirda yangi chiqqan, qayerdan olishingizdan qat'iy nazar mana shunday olsangiz chiqib ketmaydigan rolikcha pachuni mana shu bo'ladi. Oynalarga e'tibor beramiz, oynalar charxlangan. Mana bu tomoni razmeri uzun bo'lgan kiyimlar uchun. Klient xohishiga qarab ichki ko'rinishi 100% o'zgartirsa bo'ladi. Divanimizga keladigan bo'lsak 210 ga 170 matras razmer, mana bunday mexanizmlari ham bor. Mexanizm 450 ming 500 millik mexanizm. Matrasi $100 artifisiy matras. 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi matrasining o'ziga. Davom etamiz yana ustoz faoliyatda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni ham boshlab oldik. Bugungi adres Samarqandning Bulung'ur tomoniga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mana bu xonaga shkafini, mana bu ichki xonaga divan tremont tumbasini terib beradigan bo'ldik. Xonamiz ham tormoqda, shkafimiz razmeri kattaligi uchun koridorga qo'yib beradigan bo'ldik. Mana bu tomon uzun kiyimlar uchun, mana bu razmeri kaltaroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Xohlovchilar uchun ichki ko'rinishini ham o'zgartirib bera olamiz bemalol. Endi bitgandan keyingi holatini ham qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz rangi mokriy, 100% laminatdan, rossiyskiy laminatdan. Bizning adres Jizzax shahar, biz bilan bog'lanish uchun 95 kod 226 raqamlariga to'g'ridan-to'g'ri chiqib aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin. Davom etamiz. Deyarli tugallab bo'ldik mebelimizni. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Shkafimiz o'sha aytib o'tganimizdek bir tomon uzun kiyimlar, razmeri uzun kiyimlar uchun. Bir tomoni 2 ga bo'lingan, razmeri kaltaroq kiyimlar. Mana bu ichki holati. Mana bu tortmachasi ham bor. Mebelimiz rangiga keladigan bo'lsak, rangi mokriy. Mokriyni ochrog'i. Mana bu umumiy holati.
Davom etamiz uстановkalarda yana bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab ham bo'ldik. Bugungi adres Jizzax shahrining o'ziga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Divandan boshlasak, divan 2.10 ga 1.70 matras razmer. Keling xohishiga qarab matrasni displey ham qilib bera olamiz. Mana buni razmeri 2.10 ga 1.70 emas, 1.70 ga 2.20 bo'lgan. Uzunroq qilib zakaz qilib yasatildi matrasimiz. Endi oyoqchada bir sandiqchasi bor. Mana bu pastki ko'rinish oyoqchalari. Tumbalari o'rta holatda. Mana bu zamishda rangida tanlovlar bor. Kimdir nima deydi, abolga tushsin, pardaga tushsin deb aytuvchilarga bemalol rangini o'zgartirsa bo'ladi. Va faqat u mana buni balki mebelning rangini ham o'zgartirsa bo'ladi 2 cho'lgacha. Shkafning razmeri, klient xohishi razmeri kimdir 270 bo'lsin, 240 bo'lsin, 2 bo'lsin, farqi yo'q, razmerini qilib bera olamiz bemalol. Sabab ishlab chiqaruvchidan olgan bo'lasiz, bozordan emas, magazindan emas, to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sexdan olgan bo'lasiz. Shuning uchun u razmerini bemalol katta kichkina qilib bera olamiz. Endi mana bu qismi kimlardir nima deydi, zerkal o'ynab bo'lsin, kimlardir oddiy ko'zga o'ynab bo'lsin deydi, klient xohishi bu ham. Ichki ko'rinishni ham bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Klient xoshiga qarab mana bu tomonda ikkita vishilkasi, narigi tomonda bitta vishilkasi. Ichki ko'rinishni o'zgartirsa bo'ladi bemalol. Rangida 2-3 xilgacha tanlov bor. Bu mana bu suyit hozir jimshuk rang, oq jimshuk rang. Endi kimdir menga qaymoq rang jimshuk rang yoqadi, kimdir kumush yoqadi desa, bemalol qilib bera olamiz. Mana bu umumiy holati. Mana tepa qismida qoshi bor. Endi kimdir kirmas shu qosh deydi, o'shanga ham ajratib tashlaymiz bemalol. Termos oynasini qo'yamiz. Termos mana bu ikkita eshik, o'rtalarida polkalar bor variantda. Pachuniklari o'rtacha. Ichki sig'im ham o'rtacha. Pachunik vakuum emas. Endi oqlovchilar uchun vakuum qilib beramiz, narxiga ozroq qo'shiladi. Mana bu umumiy uyga tushgan holati. Zakaz uchun biz bilan bog'lanib bemalol aloqa. Xo'sh, hammaga assalomu alaykum. Davom etamiz yana ustanovkalarda. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab bo'ldik. Bugungi adresimiz Samarqand Jomboy shahriga olib kelganmiz. Mehmonxona uchun mo'ljallangan mebel hamda bitta yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mebelimiz 3 bo'lik troyka deb ataladi. Mana bu fasad qismi indif, korpus. Endi korpus yo'q hisoblanadi, sabab ikkita mana bu polka, mana bu polkasi bor. Mana shu laminat, rossiyskiy laminat, qolgan hammasi indifdan yasalgan. Qubbulari ham plastmassa emas, indif. Oynalarga yetib beramiz. Qalin oyna, 1 santimetrli oynalar. Rangida tanlov bor, 4 xil, 5 xilgacha. Bu kumush sviti, tilla, oq, shampan svitlari ham bor. Mana bu uyga tushgan holat. Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi adresimizga ham mebelimizni olib kelib oldik. Bugungi adresimiz Jizzax Gulchombar. Jizzaxning Gulchombar shaharchasiga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz 100% material laminatdan, rossiyskiy laminatdan yasalgan. Mana bu ichki holati, razmeri kaltroq kiyimlar uchun. O'rtasi polkali qilib yasalgan. Hamda mana bu chetki qismi uzun razmeri, uzun kiyimlar uchun. Eshiklar 100% vakuumda. Divan 2.10 ga 1.70 matras razmer, xohlovchilar uchun displey ham qilib beramiz. Mana bu matras $100 artifический original matras. Endi tumbasiga yetib beramiz. Doskalar 2 qavat, mana bu qismi PVX dan, ya'ni nima deydi, kuchib ketmaydigan materialdan qilingan, plastmassa bo'ladi mana bu chetki qismi. Mana bu yerda sirtinichalar bor. Orqasini zagotovka qilib tayyor qilib qo'ydik. Keyin klient o'zlari ulab yoqib olishadi. Mana bu moshi zamish moshi. Bunda ham tanlov bor, rangida tanlovlar bor. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga ham mebellarimizni olib kelib oldik. Bugungi adresimiz Sirdaryo shahriga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel.
Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga ham mebellarimizni olib kelib oldik. Bugungi adresimiz Jizzaxning Zomin shahriga bo'lgan. Mebelimiz yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Devorni mana bu tomoniga shkafini, yoniga tribosini terib beradigan bo'ldik. Klient xohishiga qarab mana bu tomonga divan ikkita tugmasini terib beradigan bo'ldik. Endi mebelimiz fasad qismi indif, korpus qismi laminatdan yasalgan. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatib, razmerlari haqida aytib o'tishga harakat qilamiz. Bizning adres Jizzax shaharda. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Bemalol o'sha nomerlarga telefon qilib, zakaz berishingiz mumkin. Mebelimiz 150 km dastavkasi ichida, qolgan kilometrlar narxiga qo'shiladi. Xo'sh, davom etamiz. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli tamomlab ham bo'ldik. Uyga tushgan holati klient xohishiga qarab joylashtirib berganmiz uyga. Divan, shkaf hamda tremosi. Endi razmerlari haqida aytib o'tsak, tremosi balandligi 2.10 razmer chiqadi. Shkafimiz aslida balandligi 2.47, klientning uyi pastroq bo'lganligi uchun 2.20 qilib yasab berdik. O'zi aslida baland, ancha baland ishlangan. Endi fasad qismiga keladigan bo'lsak, mana bu qismi indifdan 100%, mana bu qismi laminatdan, rossiyskiy laminatdan. Endi nima korpus mustahkam bo'lishi uchun laminatdan qilingan. Indifdan ham qilsa bo'ladi, endi bo'shroq bo'lib qolmasligi uchun rossiyskiy laminatdan qilib berganmiz. Divan 2.10 ga 1.70 matras razmer. Xohlovchilar uchun matras ham qilib beramiz. Mana bu mashalkali bo'lgan, turli mashalka. Narxiga matras bo'ladigan bo'lsa 800 ming 1 million qo'shiladi faqat. Tumbalari o'rta holatda, kichkina emas, katta emas, o'rta holatda tumbalar. Endi rangiga keladigan bo'lsak, rangi shampan svit deyiladi. Buni kumush, tilla, oq ranglari ham bizda mavjud. Kimdir mana bu rangi boshqacha bo'lsin, nima deydi, pardamga mos bo'lsin, boshqa narsaga mos bo'lsin, uni ham o'zgartirib bera olamiz. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresimizga ham mebellarimizni olib kelib oldik. Bugungi adresimiz Samarqandning Qo'shrobod shahriga olib kelganmiz mebelimizni. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi klient xohishiga qarab uyning razmeriga mebellarni tushirib berishga harakat qilamiz. Divan o'zini joyida turibdi. Mana bu tomonga divanni terib beradigan bo'ldik. Uyning to'g'risiga shkafini tremo klient xohishiga qarab joylashtirib beradigan bo'ldik. Xo'sh, mebelimizni deyarli tamomlab ham bo'ldik. Aytib o'tganimizdek, bugungi adresimiz Qo'shrobodga olib kelganmiz mebelimizni. Adashmasam Jom degan mahalla edi. Kirish qismiga tremosini, divan klient xohishiga qarab joylashtirdik. Uyning to'g'risiga shkafini terib berdik. Endi mebelimiz 100% laminatdan yasalgan, rossiyskiy laminatdan. Klient xohishiga qarab uyning razmeriga, balandligi, yonbosh hammasini klient xohishiga qarab yasab bera olamiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Biz bilan bog'lanib, bemalol zakaz berishingiz mumkin. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab ham bo'ldik. Bugungi adres Qashqadaryoning G'uzor mahallasi, G'uzor shaharchasiga olib kelganmiz mebelimizni. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel, domga terib berdik mebelimizni. Mebelimiz materialga keladigan bo'lsak 100% laminatdan yasalgan. Sirtinchalari bor. Divanning qo'shlari alohida qo'yib beramiz, ranglarda tanlovlar bor. Matrasi 100 dollarlik matras, tremosi o'rtacha ichki holat. Mana bu oynasining ichki qismida sirtinchalari bor. Keyin klientlarimiz o'zi ulab qo'yishadi, tagidan kabelani chiqarib qo'ydik. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimiz 2.40, klient xohishiga qarab 2.50, 60, 70. U klient xohishiga qarab razmeri hamda ichki ko'rinishlarini o'zgartirib bera olamiz. Siz mebelni to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Mana bu hozirda yangi chiqqan, qayerdan olishingizdan qat'iy nazar mana shuni olsangiz chiqib ketmaydigan rolikcha pachuni mana shu bo'ladi. Oynalarga qo'yib beramiz, oynalar charxlangan. Mana bu tomoni razmeri uzun bo'lgan kiyimlar uchun. Klient xohishiga qarab ichki ko'rinishi 100% o'zgartirsa bo'ladi. Divanimizga keladigan bo'lsak 2.10 ga 1.70 matras razmer. Mana bunday mexanizmlari ham bor. Mexanizm 450 ming 500 millik mexanizm. Matrasi 100 dollarlik artifisiy matras. 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi matrasining o'ziga. Xo'sh, davom etamiz. Endi bugungi ustunovkalarni ham yakunlab oldik. Bugungi mebelimiz yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Samarqand Bulung'ur shahriga olib kelib o'rnatib berdik mebelimizni. Dom bo'lganligi uchun balandroq qilib yasab berdik. Ikkinchi qavati ham bor. Endi qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Shkafimiz ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ichki ko'rinishini qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishiga qarab yasab beramiz. Shkafimiz yuza qismida oyna bo'lmaganligi sababli mana bu ichki qismiga oynasini qo'yib berdik. Eshikka yopishtirilgan bu. O'rta qismi polka bo'lgan, o'rta qismlari buni klient xohishiga qarab o'zgartirsa bo'ladi. Mana bu tomon 2.5 yilga razmeri kaltaroq kiyimlar uchun. Mana bu tomonlar yavlit. Sabab nima deydi, har zamonda ishlatiladigan kiyimlar qo'yish uchun mo'ljallangan. Eshiklari 100% vakuumda. Divaniga keladigan bo'lsak, divan 2.10 ga 1.70 matras razmer. Mana bu matras emas, mashalkali bo'lgan. Klient xohishiga qarab matraslik ham qilib beramiz. Faqat pulida ozroq razницasi bo'ladi. Tumbalari o'rta holatda. Mana ruchkalari baquvvat ruchkalar ishlatilgan.
Shkafdagi katta ancha ruchkalari. Qimmat ruchka ishlatganmiz shkafiga. Mana bu ruchka rangida 5-6 xilgacha tanlov bor. Ruchka, mebelni ham rangida tanlovlar bor. Tremosa keladigan bo'lsa, tremosa balandligi 2.10. Ichki holati ancha chuqur, katta, keng ishlangan tremolari. Mana bu tamom polkali bo'lgan. Buni ham klient xohish qarab o'zgartirib nima deydi? Filtga qo'yib bersa qo'yib beramiz, farqi yo'q. Mana bu chetki qismlari PVH, ko'chib ketmaydigan plastmassadan qilingan. Oynalari charxlangan. Mebel, fasad qismi 100% laminatdan ishlangan, rossiyskiy laminatdan. Xo'sh, yana bitta ustuna ko'chalarni yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Toyloq shaharchasiga kelganmiz. Ko'ringlar, o'rnatib bo'ldik mebellarda nasib bo'lsa. Har doimgidek bu ham через internet sotilyapti. Xo'p, uydan ko'ramiz deganlar bemalol bexijolat kelaverasizlar. Uyimizda ham obrazlarimiz bor. Yo'q, ukajon, men borib o'tirmayman. Mana shu telefonda zakaz qilaman siz, telefonda ham bemalol iloji bor. Telefon qilaveringlar. Bizda aldov yo'q, o'sha ko'rgan narsangiz ko'rganingiz deb boradi, xudo xolasa. Xo'sh, xonani ko'rasizlar. Xonamiz taxminan 5 ga 3. Ana shunaqa xona holatda bo'lib tushdi. Endi qisqacha obzor qilishga harakat qilamiz. Shkafimiz 2 metr bo'ladi. Balandligi 2.10, 2.15, plus-minus 2 cm. Ichlari 58-60 cm bo'ladi. Xo'sh, ichini ko'rsataman mana sizga. Bir taraf uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan, pastida polkasi ham bor, dabavkasiga. Xo'p, zilada plastmas polka bo'ladi. Mana turbachalarni ham qo'yilgan, turbachasi ham yaxshidan qo'yilgan. Eshigi yopilganda qattiq ovoz chiqmasligi uchun yoniga patchalar ham qo'yiladi. Ko'ringlar, mana palasa bilan eshigimiz rangi ancha ochiq turibdi. Ikkita taraf kiyim ilishga, o'rta kiyim taxlashga bo'ladi. Narigi tarafi kalta kiyimlar uchun, ko'ringlar, kalta kiyimlar uchun ishlatiladi. Endi o'rtasini ko'rsatamiz. O'rtasi oyna, mana zilari charxlangan bo'ladi. 1, 2, 3 ta polkamiz bo'ladi. Ana sizga ichlari. Ha, oshiq-moshini ko'rsataymi? Bu narsalarimiz hurmatli obunachilar, mana sizga oshiq-moshig'. Mana shunaqasini o'ylang, nasib chiqib ketmaydiganidan. Ana bir xil qo'rqadi, voy, yonga suriladigan koreyskiy bo'lmaydi, chiqib ketadi, buzilib qoladi. Yo'q, bu umuman buzilmaydi. Bu o'shaning ichida yuraveradi, faqat ichidan chiqib ketib qolardi. Eski variantlari, hozirgilari unaqa narsa yo'q hozirgilarda. Ko'ringlar, bularda korona, ya'ni qo'shib bo'lmaydi, bular klassik variant bo'ladi. Ana endi tremosga o'tamiz. Tremosni akam ukajon menga anaqa allambalo kerak emas, oddiy skromniy bo'lsin deyishdi. 3 ta tortmacha, bitta oyna qilib berdik. Ana ko'ringlar. Agar xohlasalar mana yoniga bitta shkafchalik varianti ham bor, uni ham qilib beraveramiz. Tortmalari ham ichlari kenggina, ikkita ruchka qo'yilgan, bitta emas. Ana sizga. Xo'p, 3 ta tortma bo'ladi. Ko'rlaring, mana bu zillar plastmas bo'g'i, bular ham oynalari charxlangan bo'ladi zillarni. Tremosi manimcha shu 1 metrlar bor, plus-minus bilan. Spalniyasiga o'tamiz. Spalniya har doimgidek 2.10 ga 1.70 bo'ladi. Bu kam bo'lmaydi, ko'p ham bo'lmaydi, kam ham bo'lmaydi. Mana shu holatda bo'ladi spalniyasi. Oyoq ushlari 40 cm bo'ladi. Mana matras mashinaga chiqib turish uchun akillar shunaqa qilingan. Zillar aytganimizdek plastmas to'g'a bo'ladi. Yonlarini ham qo'yinglar, yoni yerga tegib turadigan variantidan. Spalniyaga 1 yildan 3 yilgacha garantiya beriladi. Ortopediskiy matrasdan. O'g'irlansa sakrab ana testdan qilib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Spalniyasini ko'ringlar, mana spalniyasi. Ranglardan tanlov bor, mana bu ranglardan qilib beramiz. Xohlasangiz mebellar rangini o'zidan ham bor. To'mbichkachasi ikkita bo'ladi, to'mbichkada ikkita bittadan to'rtmacha bo'ladi. Mana o'chirib yo'qlashlari ham muammosiz, mana bu yerga bemalol telefon, zaryadchik o'zlari uchun ma'qul bo'lgan narsani bemalol qo'yishaveradi. Xo'sh, nimasini ko'rsatamiz? Buni stulchigi qani? Ko'rsating, uni olib bering uni. Xo'p, mana kelinimiz uchun stulchig bo'ladi. Endi kelin-kuyovlarga bo'lsa, kelin-kuyovlar o'zlari ishlatishaveradi. Shu stulchigi ham bo'ladi, xudo xolasa. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomeri qoldirganmiz, bemalol qo'yish qo'ysalar, ana shu akani o'zi sizlarga olib borib chiroyli o'rnatib beradi. Jizzax, Sirdaryo, Samarqand bo'lib, dastavka ustunovka bepul. Usta, kamchilik yo'qmi, xudo xolasa? Ko'rib oldingizmi? Charchamang. Savdolaring bersin. Aytamiz hammaga assalomu alaykum yana. Bugungi ishimizni ham boshlab tugatib ham oldik. Yotoqxona hamda mehmonxona uchun mo'ljallangan mebel. Qisqa aytib o'tamiz. Divan 2.10 ga 1.70 matras rasmiy. Mana bu rangida tanlov bor. Qo'shini ham rangida tanlovlar bor. Mebelimiz 2-3 xil. Kumush, tilla, mana bu shampan sement rangi. Bemalol tanlab zakaz bersangiz bo'ladi. Tremosi o'sha pachunli rolik. Ishlari bo'ladi o'rta holatda. Tumbasi. Mana bu tumbasining ichki holati. Shkafiga keladigan bo'lsak, shkafning razmeri 2.70, balandligi 2.45, mana bu razmer 50 cm. Bir tomon kiyim ilish, mana bu tomon ham xuddi shunday. Ha. O'rtasi taxlash uchun. Kiyim taxlash uchun. Mana bu tomon ilish uchun. Narigi xonada mehmonxona uchun mo'ljallangan mebel bor, uni ham ko'rsatib o'tishga harakat. Xo'sh, nasib bo'lsa ustuna ko'chalarni yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Samarqand viloyati Toyloq shaharchasiga nasib mana video mebellarni olib kelib o'rnatib berdik. Xonaga tushganga o'zlaring ko'rasizlar, xonamiz o'zi ham bir 8 metrga eniga 4 metr adashmasa mana qaranglar shuni. Xona lekin ancha katta, remontlari zo'r. Hamma narsasi qilingan. Pardalar ilingan, aboylar qilingan, xudo xolasa bitta gilam kam hamma narsasini nasib o'rnatib berib ketyapmiz. Mebellarga o'tamiz. Biz mana shu mebelni olib o'rnatib ketganmiz.
Bular uzunligi 240 bo'ladi shkafimiz, balandligi 215, 220, plus minus 2-3 sm bo'lishi mumkin. O'yinlarni qaranglar, o'yinlar mana neobechniy mana bunaqa burchli qilingan, fasonidan bor, o'yinlardan ham xohlasangiz tekissiz, xohlagan variantingiz ham bor. Kanalimiz bor, kanalimizga o'tib bemalol obuna bo'lib qo'yasizlar, like-chani bosib qo'yishni unutmanglar. Ana sizga shkaflardacha. Xohlagan rangingizdan, xohlagan tanlovingizdan bor. Bu taraf kiyim taxlashga bo'ladi, mana bu taraf ikkita kalta kiyimlarni ilishga bo'ladi. Ya'ni ikki tarafda ham bo'laveradi. Xo'sh, mexanizmini aytib o'tamiz, qaranglar. Mexanizmi chiqib ketmaydiganligidan mana roliki, bir xil kupeni chiqib ketadi, yo'q, mana shunday qasdda mexanizmdan oling mana. Chiqib ketmaydi nasib bo'lsa. Yonlari mana bu qisqa shuni ruchka bo'ladi. Kip eshik yopilganda mana bu shum chiqarmasligi uchun oq mana bu patcha ham qo'yiladi. Zillar plasmas po'qa bo'ladi. Ichlari 55 sm bo'ladi, xudo xolasa. Xo'sh, yana qayerni ko'rsatamiz sizga? Bu tarafini ko'rsanglar, bu tarafi uzun kiyimlar uchun. Bu tarafda tipada polka, mana bu tarafda bor, mana bu tarafda yana polkamiz bor. Kiyim ilishga, kiyim taxlashga deymiz-ku, hamma narsasidan bor nasib bo'lsa. Xo'sh, endi mana lenta chiqsa hamma yoqda moda bilasizlar. O'zi birinchi mebelchilar chiqardi, keyin qo'yganlar ham remont akalarimiz ham ishlatdi deb o'ylayman, ya'ni ham adashgan bo'lsam uzr. Xo'p, spalnisi 2 unga 170 bo'ladi. Matras xohlagan matras. Matrasga 1 yildan 3 yilgacha garantiya beriladi. Hozir ko'tarasiz ekan. Xo'p, spalning oyoq uchida pufik bor, uni olib qo'ying obloshkasini. Xo'sh, oyoq uchida bunaqasi bor, sandiqchasi deymiz-ku, o'zlaring kerak narsaga nasib bemalol ishlataverasizlar. Yana bunaqa oyoqchalar bilan qo'yilgan. Xo'sh, ana bu uzun kiyov akalar bo'ladi-ku, aka menga sal kaltalik qiladi desa, mana oyog'ingiz mana ustiga ham o'tirib bemalol yotaverasiz ekan. Xo'p, akam bitta o'shirasiz endi buni. Xo'p, men sizlarga to'mbichani ko'rsatib turaman, mana to'mbichasi. Bo'ldimi? Ana, qaranglar, mexanizmni bitta odam mana shunday holatda ko'taradi, tagiga o'zlaringga kerakli narsalarni joylab qo'yib, yozda qish kiyimlar, qishda yozga kiyimlar, kerakli narsalar o'zingiz xohishingizga qarab ishlataverasiz. Mana bu mexanizmning o'zi ham bir 500 ming, 450-500 ming so'm atrofida turadi, ko'ringlar. Yaxshisidan qo'yilgan. Aka, yopasiz endi. Ana ko'rasiz, yopib ko'rsatyaptilar. Hamma narsasi, mexanizmlari joy-joyida ishlayapti. Uyingizdan kelgan ustalardan mana shunaqani olsalaringdan ko'rib qabul qilib olasizlar. Mana bu spalnisning bosh tomoni. Xo'sh, mana bunisi moyishni bo'ladi. Ya'ni bemalol qolgan safarga ham yuvib olsalaringdan bo'laveradimi? To'mbichkasi ikkita bo'ladi. Mana svetelinglarni to'g'risi mana yoqishga bizga hozircha sharoit yo'q. Mana bu o'zlari kabel bilan ulab olishadi. Tremosida to'mbichkasi mana shunaqa lampochkachalari bo'ladi. Eshiklarini ham ko'ringlar, eshiklardan mexanizmlari vakuumli, hamma narsa mexanizmi yaxshisidan ishlatilgan, puliga yarasha. Ana sizga. Xo'p, to'mbichkasi ikkita bo'ladi har doimgidek. Spalnisini menimcha aytib o'tgan, yonlari yerga tegib turganini olinglar, akalar. Yonlari yerga tegib tursa, bu endi sandiqcha qilib ishlasangiz ham bo'ladi, ham mustahkam bo'ladi. Mana sizga. Ana endi tremosga o'tamiz. Tremosa ikkita eshikcha, ikkita tortmacha bo'ladi mana sizga turishi. Eshiklarning ishlarini ko'rsatamiz, mana eshiklar ishlari. Hammasi aytganimizdek vakuumlikdan bo'ladi. Pufikcha kelinimiz uchun. Bunisi ham o'zi boshqachasidan kelgan, o'zi aslida mana o'zining materialdan bo'lardi, usti machalka qilinardi. Mana bu kelinimizga zakazini bunaqasini zakaz qilishibdi. Xo'sh, mana bu tortmachalarning ichi, tortmachalarni ham mana vakuumli qilganmiz, ya'ni o'zi tortib ketadiganligidan. Oynalar bu ham akalar, sveti bor, yonadi bu ham, mana orqa tarafda kabel-pabelar, hamma narsasi bor. Bu aytganimizdek o'zlaring bemalol ulab olaverasizlar. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirasizlar. Ishlab chiqarish sex, birinchi qo'l o'zlaring telefon qilib, gaplashib olaverasizlar. Telefon nomerlarini qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastlabki ustunovka mutlaqo bepul. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda bo'ladi. Baribir sal kilometrlari bor, o'shaning hisob-kitobini olib qo'yasizlar. Zakaz kerak bo'lsa, qaranglar, Telegram guruhimiz bor, YouTube bor, Instagram bor. Hammasiga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xohlasangiz bundan, ranglardan tanlov bor, mebel yana qolgan turlari bor. Oshxona mebel deysizmi, yotoqxona mebel deysizmi, servantlar, sandallar deysizmi, hammasidan bor. Faqat bizda bitta stol-stullar yo'q, stol-stullarni xudo xohlasa yo'lga qo'yish planida biz. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, nomerlar qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Yana davom etamiz ustunovkalarda. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelgan mebellarimizni deyarli yakunlab bo'ldik. Bugungi adres Jizzaxning Zomin shahriga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mebelimiz materialga keladigan bo'lsak, material 100% rossiyskiy laminatdan ishlatilgan. Ikki xil rang, mana bu oq va sarg'ish rang aralashmasidan ishlangan mebelimiz. Endi qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilamiz. Divandan boshlasak, divan 210 ga 170, matras razmer, matras $100 matras. Artefit original matras 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi bu matrasimizga. Tumbalari o'ziga ulanib ketadigan holda yasalgan tumbalari. Mana bu yerda mana buni svetnikchalari ham bor. Buni klientimiz o'zlari keyinchalik ulab qo'yishadi. Orqalarini tayyor qilib qo'ydik. Mana bu ichki holati. Shkafimizga o'tadigan bo'lsak, shkafimiz mana bu tomon razmeri uzunroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. O'rta qismi polka o'sha. Mana bu tomoni ikkiga bo'lingan. Razmeri kaltaroq kiyimlar uchun. Ruchkalar ham katta ishlangan ruchkalari. To'g'riroq katta ruchka qo'yilgan desak ham bo'ladi. Oyna. Mana bu nima deydi, bir отдельный tema deymiz-ku, o'shanaqa narsa bu. Materialga keladigan bo'lsak, material aytib o'tganimizdek rossiyskiy laminatdan yasalgan. Mana bu chekki qismlari, mana bu qismlari po'xi, ko'chib ketmaydigan variantda bu. Endi tremosiga keladigan bo'lsak, tremosi o'zgacha. 3 ta tortma va bitta eshikcha. Tortmalari ham 100% vakuumda.
Ichlari ancha chuqur, katta ishlangan. Bitta stolchka. Oynalarga keladigan bo'lsak, oynalarda mana bu chetki qismlari charxlangan, ikki xil rang aralashmasi. Mebelimizni klient xohishiga qarab uyga tushirib berdik. Klient shu tomonga bo'lsin, mana bu shu tomonga bo'lsin deb aytishdi, biz o'sha tomonga terib berdik. Endi bizning adres Jizzax shahar. Davom etamiz. Bugungi adresimizga ham mebelimizni olib kelib oldik. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mebelimiz 100% laminatdan ishlatilgan. Divan, tumba, shkaf, tremo. Qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Material 100% laminat, yon, oldi, fasad hammasi laminatdan. Rossiyskiy laminatdan ishlatilgan. Rangida tanlov bor. Mana bu tomon kiyim ilish uchun ikkiga bo'lingan, mayda razmeri kaltaroq kiyimlar uchun. Nariga chetki qismi uzunroq kiyimlar uchun, o'rta qismi polka qilib ishlab berdik. Mana bu o'rta qismi polka. Klient xohishiga qarab yana o'zgartirish mumkin ichki holatini. Ichki holatini klient xohishiga qarab, nafaqat ichki, balki mebelning razmerini ham kimdir 3 metr xohlaydi, kimdir 3,5, 4 metr farqi yo'q. Razmeriga qarab qilib bera olamiz bemalol. Endi tremosiga keladigan bo'lsak, tremosi 1.40 razmeri, balandligi 1.80. 3 ta mana bunday polkasi. Ichki holati. Ichi ham polkachalik qilingan. Hozirgi rolik bu vakuum emas, oddiy rolik. Xohlovchilar uchun vakuum qo'yib beramiz buni. Pulida ozroq raziyasi bo'ladi faqat. Mana bu yerda bir sekretniy joychasi bor. Ichida polkalari bor variantda. Endi divanimizga keladigan bo'lsak, 210 ga 170 matras razmer, xohlovchilar uchun matras puliga 700-800 ming so'm qo'shiladi. Faqat rangida yoqmagan. Xohlovchilar mana bu bosh tomoni yoqmasligi mumkin. Rangida tanlov bor. Klient xohishiga qarab rangini ham o'zgartirib bera olamiz. Bizning adres Jizzax shaharining o'zi, ishlab chiqaruvchi to'g'ridan-to'g'ri sex orqali. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun adresimizga ham mebelimizni olib kelib, o'rnatib ham oldik. Jizzax shaharining o'ziga domlarga kelganmiz. Shkafimiz razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 220. Razmeri 220. Eshiklari vakuumli qilib ishlangan. Ichki ko'rinishi haqida qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilaman. Mana bu uzun kiyim uchun o'rtasi polka. Mana bu tomonda ikkita eshikasi bor. Mana bu tepa qismi, pastki qismida. Eshiklari 100% vakuumda qilib yasalgan. Mebelimiz rangiga keladigan bo'lsak, rangi eshikda rangiga moslab yasadik. Laminatdan 100% laminat. Xohlovchilar uchun boshqa akril deydimi, uyma deydimi yasab beramiz farqi. Tepa qismi yavlat, kattaroq kiyimlarni qo'yishga mo'ljallangan. Ichi ochiq. Buning ichiga ham xohlovchilar uchun polka ham qo'yib bera olamiz. Bu ham vakuumda qilingan eshiklari. O'ziga quladigan qilib domning razmeriga yasalgan salkam. Endi balandligi har ehtimolga qarshi tepadan suv, tepadan qo'shimlar bor, o'sha maqsadda qilindi. Tekizilmali tepa qismi. Mebelimiz mana bu razmeriga keladigan bo'lsak, mana bu razmer
Ish mana bu yerda mana bu razmergacha 55 sm. Kiyim bemalol sig'adi. Bizning adres so'raganlar, bizning adres shaharning o'zida. Davom etamiz. Bugungi adresimizga ham mebelimizni olib kelib oldik. Bugungi adres Samarqand Jartepaga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Mana bu tomonda shkafini, mana bu tomonda divan, tremosini o'ylab ko'ramiz. Bitgandan keyingi holatini ham qisqa qilib ko'rsatib, rangi, razmeri haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Boshladik. Yana bitta O'zbekiston ko'chalarini yakuniga yetkazdik. Bugungi manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo shaharchasiga xudo xolisa mebelimizni O'zbekiston yakuniga yetkazdik. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, qisqacha video obzorlarini nasib bo'lsa qilib harakat qilamiz. Ana bu tremosi, tumbichkasi, mana bu yerda spalnisi. Tremosida svechasi bor, xuddi mana bunaqa bo'lib, shuning uchun rozetka noto'g'ri tushgani uchun svechasi yonmadi. Yana ham xudo xolisa yoqib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'sh, biz qisqacha video obzorda boshlaymiz. Tremosiga o'tamiz. Tremoni mana ko'rasizlar. Tremo 3-4 macha bo'ladi. O'tiradigan taburetkasi har doimgidek bor, ziyrat plasmas polkadan 4 machasi ham qo'yilgan. Mana bu yerda qaranglar, mana oynalik, mana bu oynali polka bilan oynani ham bemalol olib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Roliklar ham vakuumli bo'ladi. Mana o'zi tortiladigandan nasib bo'lsa, ana sizga tortmalari. Pastda ikkita tortmasi bo'ladi, o'tiradigan taburetkasi, tremomizdan bir allanbalosidan deymiz-ku, mana bu taraf yuqori qismi. Balandligiga 180 bo'ladi, uzunasiga 130, 135 chiqadi, plus 200 cm bo'lishi mumkin. Zilar plasmas polka, mebelimiz 100% laminatdan bo'ladi. Mana bular malyarniy skoch oyna yopishgan uchun turadi, yopishgancha zilari ko'rasizlar, mana zilar charxlangan oyna, ya'ni farset deb ataladi. Bu mebelchilar tilida oynalar zil charxlangan bo'ladi. Xudo xolisa qo'llaringiz kesib ketmaydigan variantidan. Mana bu svechasi bor, mana taglari yonadi. Xo'p, bu tarafda mana tumbichkasi ikkita bo'ladi. Ikkita tumbichkasi bu svetelnik kak. Mana bu sizga ichlari, tumbichkalarni ham hamma narsasi vakuumdan qilib ishlangan narsa bo'lsa, через zakaz ana sizga. Tumbichkalarning ikkita bo'lishini aytdik. Ana endi sizlarga spalnisini ko'rsatishga harakat qilamiz. Spalnisi uzunasiga 210 ga 170, matrasli har doimgidek ana sizga. Yonlari yerga tegib turadigan, oyoq uchlari yerga tegib turadigan variantidan bo'ladi. Bosh tomoni ham mana shunday chiroyli qilib ishlangan variantda bo'ladi. Ranglari bo'lsa, ranglardan tanlov bor, ranglardan qilib beramiz bemalol. Zakaz berishingiz mumkin, pastda nomerlar qoldirganmiz. Matraslarimiz ham ortopedический bo'ladi. Matrasga 3 yildan 5 yilgacha garantiya beriladi nasib bo'lsa. Ana sizga. Xo'p, menimcha spalnisning hammasini aytdik, mana bu ranglarni aytganimizdek tanlov qilib beraveramiz bemalol. Mana bu taraf shkaf bo'ladi. Shkafning uzunasiga 240, balandligi 215, 220 chiqadi, plus minus 200 cm bo'lishi mumkin. Ikkita eshik ko'rasizlar. Ikkita eshik bu. Mana bu yerda oynalar bo'ladi. Xo'sh, mana bu sizga ichlari. Bir taraf kiyim ilishga, bir tarafi kiyim taxlashga bo'ladi. Mana bu yerda polkalar ham bor nasib bo'lsa. Ruchkachalari bo'ladi. Mana bu ruchkasi splashnoy, yonlarida patchasi bu. Patchasi kiyib eshik yopilganda qattiq shum chiqarmaslik uchun bo'ladi. Oynalarga har doimgidek sharxlangan. Mana bu bildek xoshasi ham anchagina mebelimizni husniga husn qo'shib turibdi. Ana sizga. Xo'sh, yana bir narigi chekkasini ko'rsangiz, bu chekkasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana sizga. Ichlari 55 cm bo'ladi. O'shasini ham hisobini olib qo'yasizlar. Bitta shu kamot qoldi, kamotni nasib bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Mana sizga kamoti. Kamoti ham 4 talik. Kamot xohlovchilar uchun kamot ham nasib bo'lsa qilib beraveramiz. Xo'sh, kimga xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bizni Jizzax shahar Orom mebellar bozoridan qidirsa, ishlab chiqarish uchun o'ziga aloqa qilish mumkin. 95 226 04 ga telefon qilib bemalol bog'lanishlaringiz mumkin bo'ladi. Xizmatlarimiz ma'qul bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasiz, zakaz berishlaringiz mumkin. Jizzaxga, Sirdaryoga, Toshkentgacha darajada dastlabki qilib beramiz nasib bo'lsa. Aloqaga chiqasizlar. Yana bitta O'zbekiston ko'chalarini yakuniga yetkazdik. Xudo xolisa bugungi manzilimiz Jizzax viloyatiga kelganmiz, ya'ni Samarqand bilan Jizzax territoriyasi bo'ladi. O'sha yerga O'zbekiston ko'chalarini yakuniga yetkazdik. Ko'ringlar, kimga qiziq bo'lsa, nasib bo'lsa, videoni obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Xo'sh, xonani ko'rasizlar, xona kichkina, har doimgidek. Mana bu yerga spalnisini joylashtirdik, mana bu yerga esa shkafni joylab berdik nasib bo'lsa. Menimcha anchagina chiroyli chiqadigan umiddamiz. Shkaf uzunasiga 220 bo'ladi, balandligi 235, 237 chiqadi, plus minus 200 cm bo'lishi mumkin. Xo'sh, ichlari shkafda 55 cm har doimgidek. Ana bu tepasida, pastida vishkalari bor, o'rtasida polkasi ham bor. Eshiklarni yopamiz, mana bu eshiklarni zillarga ham patchadan qo'yilgan, ko'rasizlar, eshik yopilganda qattiq ovoz chiqarmasligi uchun nasib bo'lsa. Oshxonalarni ko'rsatadigan, yonga so'riladigan bo'lmaydiganlarga mana shunaqa mexanizm olinglar, nasib bo'lsa anchagina xizmatlarini qilib beradi. Zillar hamma joyi mana bunaqa plasmas polkadan ishlatilgan bo'ladi, ya'ni ko'chib ketmaydiganlar variantidan nasib bo'lsa. Ana bu oynalarda ham zillar charxlangan. Ana bu sizga ishlari. Bu tarafi mana ko'ringlar. Bu taraf kiyim, uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Pastida bitta polka, mana bu yerda polka, shapkasi ham bo'ladi. Eshiklari ham mana, ya'ni uymali qilib ishlangan. Ichlarida polkalarda aytdik, mana bu polkalari bo'ladi. Eshiklarga ham e'tibor berasizlar, bu aytganimizdek, bu aytishdan chiqib qolib to'g'riroq, ana bu uymali. Tepasida ham
ishchilar qilib berganmiz. Qishki kuni yozgi kiyimlar, yozgi kuni qishki kiyimlar deymiz, qanaqa narsalarni bemalol o'zlarining tablariga qarab qo'yib berishaveradi, qo'yib qo'yishaveradi. Ichlari ham anchagina enli bo'ladi, ya'ni pasti bilan bir xil 55 sm bo'ladi. Oshxona ham ko'ringlar. Vakuumli bo'ladi, ya'ni o'zi tortib oladiganlik variantidan. Mana sizga. Xo'sh, menimcha shkafni hamma narsasini aytdik, balandligini aytdik, uzunasini aytdik, 220 ga 237, 235. Ana endi sizga spalniy ko'rsatamiz. Spalniy har doimgidek, uzunasiga 210, eniga 170. Taglari dispdan bo'ladi, machalkasi 5 li variant, ya'ni qalinroqdan qo'yganmiz. Matras xohlovchilar uchun matras bo'ladi, 1 milliongacha mebelimiz narxiga raznica qiladi. Yonlarini ko'rasizlar, yonlari ham anchagina qalingina, ya'ni yerga tegib turib tegadigan variant qilib ishlangan, polka ekaliga olingan e'tibor bersizlar. Bularni ham ziplasmas to'g'ri bo'ladi. Spalniysining boshi mana bunaqa narsa. Xo'sh, kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, xizmatlarimiz pastda nomerlar qoldirganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Jizzax, Sirdaryo, Samarqandgacha dastavka ustunuka xizmatlari mutlaqo bepul, qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi mebelimizni ham olib kelib oldik klientlarimizga. Bugungi adresimiz Samarqand shaharining o'ziga olib kelganmiz. Mana xonadonga chiroyli qilib terib berishga harakat qilamiz. Bitgandan keyingi holatini ham ko'rsatamiz.